Börek acizlik deb boğacağım göz aldığımızda ekşi kelabatki. Bu ayollarda acaba börek yoktu gerek. Bu ayollarda mı börek acizlik kep çıkarttı. Anda olsa bu börek acizlik ayollarda körülgen çağda bedende qanda alametli kuladı degan çağda birincidi ayollarnınki çeçi ziyade bak qurgaqlışıp ketedi. Hem köp çaç şut kahvalını keltirip koydu. Şuna çeçenler bak qurgaqlışıp ketken. Hem bak köp çaç şutkan, kipekleşitkan ayollar qo'shimcha holatda sizlar mening börkam ajizlabdi deb bilsanglar tamamen to'g'ri o'ylagan bo'lsizlar. Ikkinchisi klimatriya davriga oldin qadam qo'ydi. Yoki bo'lmasa klimatriya davri oldiga surilib muddatdan burun odat to'xtab qolgan ahvol kelib chiqdi. Bu chog'da ayollar masalan odat normal kelib turgan ayolninki odati tuyuqsiz miqdori ozlab ketadi. Yoki bo'lmasa 2-3 oy to'xtab ketib, uningki yana normallashgandek bo'lib, yana to'xtab ketadigan muddatdan burun klimatriya davriga qadam qo'ydi. Odatning rangi sulishib qoldi, yoki bo'lmasa odat qorong'lik ketgan ahvol kelib chiqib qoldi. Buma börek iqtidorining tuvalliganligini ifodasi. Shunga odatni ravonlashtirish bilan birga börekning hayoti kuchini yuqori ko'taradigan dorilardan bil iste'mol qilsa, bu börekning iqtidori tez sur'atda asiga kelib, ayollarningki odati normal holatga qayta oladi. Uchinchidan, ba'zi ayollar o'ylamagan darajada to'xtatqisiz, to'svoqsiz darajada semirib ketadi. Ko'p yemaydi bo'lmasa, ko'p ichmaydi, ko'p uxlamaydi, lekin tuyuqsiz semirish qarab mangadi. Doğru yegansiz semiradi. Binas yemagansiz shunda semirib mangadi. Suv ichsimi semirib ketadi. Bu dal ayollardagi börek iqtidorining ojizlab ketganligining ifodasi. To'rtinchisi, sovuqdan baq qo'g'itgan bo'lib qoldi. Bu börek iqtidori to'lab ketgan ayollar sovuq muhitda soğuk içimliklerini azırak içip boğuşman bedeniga muzdan bir narsa tingib qo'ygandagidek nihoyatda bak sovuqdan qo'rqitgan bo'lib qoldi. Onundan bilak ayollarda o'xshash börek iqtidori to'lab ketgan chog'ida yoki bo'lmasa börekdagi har xil kasalliklarda qopqi ishitgan bo'lib qoldi. Bu dal börek iqtidorining tuvalliganligining ifodasi. Mushu ayollardagi doim qo'rqish, hatto qo'rqib ketib ishtonga sibatga tas qoldim degan mushu gapning o'zima börekka zaxmi yetkazib börek kasalliklarining ig'ilishini keltirib chiqarib qo'ydi. Demak, qo'rqishning o'zima ayollardagi börek ojizligini keltirib chiqarib qo'ydi. Endi sizda yuqorqidek alomatlar ko'rilgan bo'lsa, mushuninga doir alomatlarga asosan doktorxonaga tiyiblarni yoniga berib, munosabatli tekshirishlarni olib bering. Uningdan bilak yemak-ichmaklardan mig'iz turidagi qon ko'paytkichi yemak-ichmaklarni ko'proq iste'mol qilib berish. Masalan, badam mig'izi, quritilgan qizil uzum, pista mig'izi, xurmo qatorliq. Dorilardan bo'lsa, lububi kebir, majini so'lab, ayollar guhur qatorliq dorilardan tanlab iste'mol qilib bersanglar bo'ladi.